Sen taslim bo'la olmaysan. Sen kuchlisan. Sening qo'lingdan keladi va maqsadlaringni ro'yobga chiqarish uchun senda barchasi bor. Biror nima yetishmayotgan bo'lsa, sen buni topasan, o'rganasan yoki ishlab topasan. Bu nima bo'lishidan qat'iy nazar, sen buni qila olasan. Axir sen bo'lmasang boshqa kim? Sen bo'lmasang boshqa kim hayotingni o'zgartira oladi? Sen bo'lmasang kim o'zini rivojlantirib, o'z ota-onasiga yordam bera oladi? Sen bo'lmasang kim boshqalar uchun namuna bo'lib, buning imkoni borligini ko'rsata oladi? Ularni kim ilhomlantiradi? Faqat o'z og'rig'ing haqida o'ylashni bas qil. Hozir sodir bo'layotganlar haqida o'ylashni bas qil. Tushun, bu vaqtincha. Hozirda musibatli bo'lib tuyulgan sharoit o'tib ketadi. Senda hozir bor muammolarni hal qilasan va yanada barkamol bo'lasan. Kurashish jarayonida sen barchasini yengasan. Istiqbolni o'ylab ish tutishni boshla. Shuni bilginki, sen har kuni qilayotgan harakatingning barchasi ahamiyatga ega. Bir lahzalik irodasizlik va xohishlaring maqsadlaringni puchga chiqarishiga yo'l qo'yma.